bordim oshdi. Mana boshimni qotirma, xolodilnikka berib qo'ydim-ku. Turibdi ko'rganlarga kecha oldingiz-ku. Xolodilnikdagi ovqatlar hammasi eski. So'xda emas ekan. Oyimiga pul bering. Hisob kitobni ham qo'ying sanaylik. Kecha berdim-ku. Nima qilding? Ishlatib oldim, qolmadi. Senga puldan o'g'irladim. Nima kallaringizni osmoningizga topyapti o'ylaysan? Yo'q bo'lim. Ovqat qilmaganingizdan keyin pul berasiz-da, pul bering, oyi. Bo'ying o'rtoqlarim kutibdi meni. Mana maydalatda qolgan nimaga olib kelib bering qayta. Tushundingmi? Hammasini. Hammasini. Bekorlarda aytibsan. Hammasini. Tezroq kelgin. Ketadigan joyim bor bugun. Yana ozgina ishlasam, xudo xohlasa. Karvonlar zo'r ekan, inshaalloh. Bugun juda charchadim men. Juda og'ir kun bo'ldi. Lekin bugun ham Nargiza o'qishga kelmadi. Nargizani onasiga telefon qilib ko'rsam ekan, a? Yo'q, telefon qilishim kerak. Qiz juda ham o'zgarib qolgan. Telefon qilaman. Alo? Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nargizani onalarimi bu? Ha, kim bu? Nargizani o'qituvchisi bo'laman. Xo'sh, tamam. Bilasizmi, qizingiz oxirgi paytlar juda ham o'zgarib qolgan. Darsga ham yaxshi qatnashmayapti. O'zgarganini sezganmi? Darsga har kuni ertalab ozondan pul so'rab darsga ketadi. Qizingiz maktabga keladi, lekin darslarga kelmaydi. O'qituvchilarga ham umuman hurmat qilmayapti. Ismingiz nima edi? Zina. Qizlarxon. Qizlarxon. Xo'p, darsga men jo'natdim. Darsda qiziqtirib olib o'tish bu sizning muammoingiz. Men sizning muammoingizga do'lg'in emasman, singlim. Tushunmadim. Nima demoqchi bo'lyapsiz? Nima demoqchi bo'lyapman? Prezidentimiz jalal qolinglarni sizlarga to'lab qo'yyaptimi? Pulingizni olyapsizmi? Ishlar ham o'zingiz ustingizda. Biz maktabga jo'natar ekanmiz, o'tira olmasa yana ona aybdor ekan. Bu sizning muammoingiz, singlim, sog' bo'ling. Va hozirgi ota-onalar ham juda ham ajoyib. Ajoyib, sovg'a olishni biladi, oylik olishni biladi, ajoyib. Bular juda ham. Ona qiz bolani tarbiyasiga biroz e'tiborli bo'lsa bo'lar edi. Mayli, boshqa safar uyga borib kelamiz. Qayerga qaytasan? Kafeda o'tiribsan, keyin. Ha, boryapman. Yaxshi. Nega qolmisdan? Oyimga biznesi bo'lsa bo'ldi, menga e'tibor ham bermaydi. Faqat telefon biznes bo'lsa bo'ldi oyimga. Nima qilyapsan, nima qo'yyapsan, ochmisan, to'qmisan deb qiziqmaydi. Shunga oyim menga mehri kerak, menga e'tibor bermaydi. Shunga o'ylanib, xafa bo'lib yuribman-da. Katta qiz bo'lib qoldi. Onang e'tibor nima qilasan? Men senga chalg'itadigan bir narsa beraman. Megami? Metani? Yaxshimisan, Nargiza? Nargiza. Yur, do'konga boramiz. Tur. Boshim aylanyapti. Tur, Nargiza. Tur. Shu tariqa kunlar o'tdi. Kunlar ortidan yana kunlar o'ta boshladi. Va bir kuni ustoz telefonda hal qila olmagan ishini har qanday uyda borib hal qilsa bo'lar degan maqsadda yaxshi niyatda eshik qoqib keldi. Nargiza.
Hozir kim bu? Yaxshimisiz? Siz yaxshimisizlar? Nargiza uydami? Maktabga ketdi. Nargiza darsga kelmadi. Voy seni jonim, telefon qilsam dars gapirasiz, kelsam dars gapirasiz, tinch omonmisiz? Bilasizmi, siz bilan yaxshilab gaplashib olishimiz kerak o'xshaydi. Qiz bolani tarbiyasiga biroz e'tiborliroq bo'ling demoqchiman. Siz menga tarbiya haqida o'rgating. Borib, maktabingizdagi bolalarga, Onani bolangizga tarbiya berasiz. onani o'zini tarbiyalash kerak o'xshaydi albatta. Nimadir dedingiz? Yo'q, hech narsa. Hozir. Avuz. Kutilmagan mehmon kelib qoldi. Yo'q, ko'p o'tirmaydi, hozir ketadi. Hozir chiqaman, hozir. Seni huzurga boradigan joyim bor dedi. Nargiza bilan yaxshilab gaplashing, iltimos, sizdan juda ham o'zgarib ketgan. Yo'q, mayli, bu yog'i men tarbiya qilishim o'zimga bog'liq. Siz o'zingiz ishingiz bilan shug'ullaning, meni pastda mashina kutayotgan. Uning begona mashinaga o'tirib ketganini ko'rishibdi sinfdoshlari. O'zidan yoshi ancha katta qizlar kutyapti ekan axir. Xizmat qilishga uyalmaysiz, boring. O'qituvchi deganing nimasi? Hazillanib boring. Oradan vaqtlar o'tdi. Nargiza bu og'uga juda ham berilib qoldi. Va kunlarning birida ular o'sha uchrashadigan joyda yana uchrashishdi. Одному бетону в 7 раз упасть и 8 встать с пола. Пока есть здоровье, пока молод, пока есть фраза, пока есть что есть, пока есть охват. Пока в руках есть ни шагу назад, ни шагу назад, ни шагу назад. Сейчас ты так управляй, только лишь что испытали факт. Этим только едет цель, чтоб с ним познать. Шагу назад, ни шагу назад. Aytgan narsani olib keldingmi? Puli tayyor, sen beraver. Mana. Yaxshimisan, Nargiza? Yaxshi, faqat biroz boshim aylangan. Nega? Nargiza. Nimadir qilib qo'ydim o'xshaydi bunga. Nargiza. O'qituvchisiga telefon qiluvchi. Alo, assalomu alaykum. va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Hop bo'ldi, soatga qarasam hali Nargiza yo'q. Maktabdan kelmadi. Tinchlikmi? Biror bir tadbiringlar bo'lib o'tirishinglar bo'lib qolmadimi? Nargiza bugun darsga qatnashmadi. Qanaqasiga men ertalab maktabga chiqib ketdim deb ketdi-ku. Shuning uchun sizni ogohlantirgan edim men. Qiz bolani tarbiyasiga e'tiborliroq bo'ladi ona degandim-ku. Mani ishim yo'q, yerni tegidan bo'lsa ham topib berasan. Kerakli joyga, organlarga kerak bo'lsa murojaat qilaman. Tez menga bolamni topib ber. Ona bu bo'ldi-ya. O'zimga. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ichki ishlarmi bu? Ha, eshitaman. Bir o'quvchim bugun darsga kelmagan. Hozir onasi telefon qilib nega o'quvchimiz so'rayapti-da. Shu bugungi kungacha o'quvchi bilan shug'ullanganmisizlar? Albatta. Onasini bir ikki marta ogohlantirgan edim. Sizga e'tiborliroq bo'ling deb. Ilk kundan beri darsga umuman qatnashmayapti. Bugun esa uyiga ham bormagan. Mahallaga xabar berganmisizlar? Albatta. Ism familiyasi bilan rasmlar tashlab oling. Sultonova Nargiza. Xo'p, hozir. Rasmni tashlab yuraman sizga.
Xo'p. Mayli, rahmat. Hozir bu yerda bahor oyiga keling, qizingiz o'sha yerda. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Xo'p. Assalomu alaykum. Nargizani ustozimsiz? Bugun tumanda bahor oromgohiga yetib keling, Nargizani shu yerda topdik. Xo'p. Nargiza. Senga nima bo'ldi, Nargiza? Ko'zing och, Nargiza. Hozir tez yordamga telefon qilamiz. Nargiza. Ahvolini ko'ring. Siz teginmay turing, nariroq o'tib turing. Hozir o'zga emas. Tirikmi? Alo. Assalomu alaykum. Kela qoling. Mana bolangiz ahvolida. Kızım, Nargiza tur. Xaslashma kızım. Kızım. Chiroqda. Asal kızım, men keldim kızım. Xaslashma kızım. Nima bo'ldi menga? Shunga qaramayapsiz bolamga. Nega turibsiz? Qanaqasiga kechgasiz? Qanaqasiga? Nargiza! Xazon bo'lishi bo'lmaydi, chirib ketar. G'alim uydan quvonching yurib ketar. Xudo bergan baxtingni asray bilgin. Haqdan so'ra, mushkuling oson bo'lsin. Darvozang och, uyingda mehmon bo'lsin. Xudo bergan baxtingni asray bilgin. Hurmatli ota-onalar, ta'limni ustoz beradi, tarbiyani esa ota-ona. Oila, maktab, mahalla hamkorligida hozirda o'sib kelayotgan farzandlarimizni asrab-avaylash har bir ota-onani burchi. Hozirgi turli xil zarar kunandalardan ehtiyot qilish uchun biz ota-onalar albatta mas'ulmiz.